Assalamu alaykum, Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qılınan Tor televiziyasının bugünkü söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Əziz qarindaşlar, həmmimiz Qurban heyitimizni tamamlab, yana normal həyatqa qaytdıq. Əziz qarindaşlar, Dünya Uyğur Qurultayı buluş-sübtümüzdən uzun yıllardan bu yan Qurbanlıq yardım kampaniyasını davamlaştırıp kelyapmiz ve her yıl Qurban ayının arasında vatan içi ve sırtida turmushi ig'ir ahvolda qolgan qurbonlik qilish imkoniyati faqat bo'lmagan qarindoshlarimizga bu yerda Dunyo Qurultayı nomidan ularga qurbonlik yordami berishni toki bugunga qadar izchil davomlashtirib kelyapmiz. Hem bu qatimliq oxirgi Qurban ayitim ham shunday qildik. Aziz qarindaşlar, yakın mezgillerden bu yan bazı televizyon köylülerimiz, bazı qarindaşlarımız stansımızga ve qurultayımızga bazı mektuplarını yollab, bu qatimli Qurban ayit mezgilede Dünya Qurultayı buluş-sübtünglar bilan qanday yordamlarni qildinglar, nelerge yordam qildinglar degandek savollar keldi. Bizim bu vaqt sizlarga atrofli ma'lumot berish uchun bugungi suhbatimizga nihoyat qimmatli bir memimizni taklif qilib keldik. Mana yanımızda oturgan kardeşimiz Şərq Türkistan Ölümalar Bilgin Hayat Azası, Dünya Uyğur Qurultayı Dini İşler Komitesining müdiri hem Germaniyadagi Uyg'urlarga vakillik qilayotgan Yevropa Şərq Türkistan Bilgin raisi hurmatli Turg'unjon Alovdin Hacım. Hurmatli Hacım, ataytın vaqtingizni chiqarib bugungi programmaga qatnashganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytamiz stansimiz bu vakalda. Sizga ko'p rahmat. Turg'unjon, siz Dünya Qurultayı'nınki Dini İşler Komitesiga mas'ul uzun yillardan buyon ham shu qurultayga vakolatan va yoki Germaniyadagi Uyg'ur jamoatiga vakolatan shu qurbonlik yordam kampaniyasi xizmatida siz o'zingiz boshdan oxiri hali uzun yillardan buyon o'zingiz riyosatchilik qilib kelyapsiz. Xo'sh, bu hafta bu Dünya Qurultayı'nınki yordam kampaniyasi haqida qachon boshlangan bu yordam kampaniyasi qanday davom qilib keldi hozirgacha, bunga yordam berayotganlar kimlar? Bu haqda bir televizyon ko'rgazmamiz qisqa ma'lumot berib ketgan bo'lsangiz. Dünya Uyghur Qurultayı'nın bu qurbonlik ve Ramazanlık yardım kampaniyasi şu Dünya Uyghur Qurultayı kurulgandan tatip 2004 yıldan tatip davamlaşıyordu. Bu yardım şu bizim vatanimizde asaslık bu yardımını biz kampanyasını yardım kampanyasını başlaştık maksat nimet degende endi vatanimizin içinde şu vatan için şehit bulup ketken ve türmelerge kirip ketken qarindaşlarımızın aile tavabatlarga, urug' tuqqanlarga yardım kılaylı. Çünkü ola özüne vatan yolda pida kıldı. Biz endi chet ellerde iş bulmasa şu qarindaşlarımızın ailesiga yardım qilish arqılık bolsunmu biz şularga bo'lgan hurmatimizni ifodalayli degan maqsadda Dünya Qurultayı bu kampaniyani boshlatgan. Shundan buyon hozirgacha bu izchil turda davomlashib kelyapti. Ramazon oyida butun dunyodagi Uyg'ur va Turk qarindoshlarimizni safarbar qilib, Ramazonlik yordam to'plab, bu to'plangan pullarni şu vatan içindeki şu deyilgen şehitlerimizden ve türmedeki kardeşlerimizden ailesiga yetkazib berib kelyapmiz ve shundaqla yana Qurban hayitidimi qurbonlik kampaniyasi, Qurban kampaniyasi boshlab Türk qarindoshlarimiz ve Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida izchil tashviq qilib bu to'plangan yordamlarni degandek vatanning içige yollab berip kelgen. Çünkü to'g'ri vatanda hatta aylab go'sh yeyishme imkoniyati yo'q. Faqirlik ichida, kambag'allik ichida, nomrodlik ichida yashayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Siz degandek. Endi ama Şərq Türkistan keyingi bir qancha yildan buyon Şərq Türkistan vaziyatini jiddiylashtirdi. Albatta Dünya Qurultayı'nınki bu Qurban kampaniyasi vatan ichiga yuvatilgan. Bunun bir siyosiy ko'rinishi yo'q, ko'rinishi yo'q. Endi butunlay insoniy bir yordam, diniy nuqtadan berilgan bir kampaniya. Ama hamda hozir masalan sizin deb o'tdingiz burun bu
Qurbanlık kompaniyasi Petrozakat. Buningki asosida yordam berish obyektivi vatan ishidagi siz baytib o'tgan xalqimiz edi. Ammo hamda Sharq Turkiston vaziyati keyingi yillardan buyon tashlashdi. Vatanga maktub yo'llash bu qiyinlashayotgan bir sharoit butunlay Xitoy vatanchilik xalqimizning sirt bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashladi. Vatan sirtidagilarni vatan ichidagilar bilan hech qanday bir aloqa qilolmaydigan bir holga chiqib qolishi mumkin. Bunday bir vaziyatda masalan sizlar yana bu qurbonlik faoliyatini Dunyo qurultiyi ishlar komissiyasi buni davomlashtirib kelyapsiz hozirgacha. Bu ahvoldan keyin bu qurbonlik va yoki Petrozakat bu yordamning obyektivini sizlar qaysi rayonlarga qanday ishlarga qaratdinglar? Mesela bu qatimli qurbonlik yordami qanday bo'ldi mesela taqdish avval? Biz endi bu qurbonlik bo'lsin, mayli Ramazonlik yordam masalasida bo'lsin, biz endi shu asosli maqsad vatan ishini maqsad qilg'ashqa endi keyingi ma'vo o'tgan yildan boshlab ma'jillar endi deganingizdek vatan bilan bo'lgan aloqa uzilib qoldi. Hem keyingi vaqtlarda zaten chet ellerden yardım kelishini cheklagan Xitoy asta-asta. Endi bu onu ko'z tutgan asosda endi biz bu shu yordam qilayotganlarga dastlabda o'yladik, endi qanday qilamiz endi buni vatanga avatolmagandan keyin bergan qarindoshlarimiz shu vatandagi qarindoshlarga avatib beramiz deb mayli turklar bo'lsin, mayli Uyg'urlar bo'lsin, vatan ichidagi qarindoshlarımızga beramiz deb bergandan keyin buni vatanga avatolmagandan keyin to'xtab qo'ysakmiki deb o'ylab, keyin endi qaytadan bir shu bizga yordam berayotgan qarindoshlardan so'rab ko'rayli. Agar bo'ldi desa, u vaqtida biz shu bu ish qilaylik deb, endi bu yil yordam berganlardan men alayida so'radim. Vatanning ahvolini bilasizlar, sizlar vatanda deb yordam qilyapsizlar, vatan ichidagi qarindoshlarimizni deb. Biz vatanga pul avatish, yordam avatish u yoqda tursin, biz xat aloqa qilmayapmiz. Shuning uchun biz bu bergan omonatlarni shu chet ellarda yashayotgan qiyinchiligi bor, bu qarindoshlarga avatib bersak bo'lamdi degandiki, ular biz Uyg'ur qarindoshlarimizni deb berdik yordamni. Sizlar Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ishonamiz. Biz uzun yillardan buyon muomala qilib kelayotgan tashkilot sizlar. Shunga sizlar nega muvofiq deb qarasanglar, shu yerga avatib bersanglar bo'ldi degandan keyin endi biz majil bo'libmi ta shu O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistondan tortib Tayland, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Misr va Turkiya qatorliq davlatlardagi qiyinchilik uchrab qolgan iqtisodiy qiyinchilik bor, vatandagi aloqasi uzilib qolib, aloqa qilolmay ota-onalardan pul kelmayotgan o'quvchilar va undan boshqa yetim yesir oilalar qatorliq mushundaq berishga tegishli yerlarga avatib berib, shu orqali o'zimizning bir kishilik vazifamizni va bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan biz xalqimizga bo'lgan va siyosiy jihatdan yetakchilik qilish bilan barabar ijtimoiy va diniy jihatdan bir shu qarindoshlarimizga bir yordamimizni qilaylik degan maqsadda bu vazifani Allohga shukr tegishlik yerlarda ado qildik deb qarayman. To'g'ri, rahmat Turg'unayjim. Siz degandek haqiqatan ham vatan sirtida Xitoyning bu butunlay Sharq Turkiston xalqini butunlay qamal qilishi, Sharq Turkiston xalqininki chet el bilan bo'lgan, tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlashi va ustiga chiqib turmay Sharq Turkiston hozir. Hatta biz ota-onamizdan bo'ldi hozir buni bilmaymiz, biz shu vaziyatga chiqib qoldik, muvaffaqiyat yashayotgan qarindoshlarimiz. Lekin normal berib kelish chegaralar uchiq mezgilida nurg'un o'quvchilar siz degandek bu Turkiyaga, Misrga va yoki Yevropa davlatlariga, dunyoning qaysi yerlariga o'qish chiqqan o'quvchi bolalar va ba'zi sabablar bilan qolib qolgan, davolanish sababi bilan qolib qolgan insonlar bor. Ammo Xitoy chegarani taqvogan uchun, bütün aloqani uzib tashlagan uchun ularning iqtisodiyotini qiyin ahvolda qilib, ota-onalar pul o'tib bermay, qiyin ahvolda haqiqatan ochliq qolganlar bor. Bu qurultay bundan obdan yaxshi bir kompaniya oldu. Turg'unayji masalan bu Petrozakat masalan qurbonlikdan hozir masalan bu Taylandning turmalarida
yetip atkan karindaşlarımız var. Türümler durup atkan vəzi karindaşlarımız var. Ulağa, mesela bir yerden zakattan, kurbanlıktan ulağa bir yerden kılış işleri oldu mu hazır dünya kultuynik? Elbette, biz hercili kulumuzdaki kegenç kılıvatımız, biz endi aşağıdaki yerlik kişiler bilen alakalaşıp, şular arkalık yetkizip kılıvatımız, yani onu biz bir vasıta udul evet ulağa alakalış imkanımız bulmagandayken o türmedeki karindaşlar ve bu yakta saklanıp yürüyen karindaşlarımızga hem biz bu yerdeki hükümetin dikkatini kozgap aşılarının bir ziyanga sebepsiz bulunmaylı degen maksatda aşağıdaki yerlik yardım kılgan teşkilatlarla alakalışı arkalık mesela biz ma yardımın evetimiz silen aşılağa yetkisi berisler degen maksatda şu şartla biz evet tutup hazırgacha bu yılma kurbanlıkını şu şekilde sizler manç kurbanlık aşı karindaşları berdik sizler bunu kurbanlık kılıp belgelerinin namıga atak kurbanlık kılışlar aşılağa güçünü yetkisi berisler degendeken bolda dep ular şunu degenimizde kılıp bizge resimlerini tatip emini yollap berdi. Mesela bu Afrika'nın Provide kampanyası burun ait köptü mesela vatenge kurbanlık üretici imkaniyeti bağ mezgillerde. Hem de hazır bu yıllık Provide tarifleri mesela benim işin dünya kuruldu yana kurbanlık yerden takat. Bu kadar neçilik kurbanlık takatınlar mesela nelerge takatın neler asas kılanlar bu kadar Provide'da. Bu şu Afrika'nın Provide'da. Yani burun vatanına asas kılıp yapılan kampanya bu başka bu vaqtda vatanga aloqa qilish pul avatish qolaylik bo'lgan vaqtlarda biz shu vatanning ichida ta shu Qumuldan tortib Xotangacha shimolda Altaydan tortib ta shu bizning ko'rla mushtaraklik kelgichlik hammasiga biz evetkendik. Yani şu yurtlardan kelip o'ltirishib qolgan chet eldagi qarindoshlarning vasitasi orqali biz onu yollab kelgandik. U vaqtlarda sharoit bo'lgankunda bizmi kompaniyani cho'ngroq boshlab Türk qarindoshlarimiz va Uyg'urlar orasida jiq tashviqotni qilib ba'zi yillarda 500 ga yaqin qurbonlik to'plab Ramazonlik pullardan 15-20 ming euro atrofida pul to'plab evet kelgan. Endi keyingi vaqtlarda bu aloqa uzilib qolgandan keyin bo'lib majil vatan bilan bo'lgan aloqa butunlay uzilgandan keyin biz buni endi bakjiq kompaniya qilib bakjiq to'plab etib yordamni va bu qurbonlikni keyin endi uni joyiga yetkazib yetkazib bo'lolmay bir gardimizga qarz bo'lib qolib qolmasin deb ehtiyot qilib biz jiq tashviqot qilolmadik. Şunun bilan endi bu yil shunday bo'lsinmi 251 qurbonlik Türk qarindoshlarımızdan va Uyg'ur qarindoshlarımızdan bo'lib bu yerda qurultayga kelgan qurbonlik 251 qurbonlik bo'ldi. Buni asosli qismini shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni asos qildik. Chunki O'rta Osiyoda Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonlardagi endi iqtisodiy ahvollarni hammamiz bilamiz. Qarindoshlarimiz qiyin ahvolda. Ondan keyin Taylanddagi, Afg'oniston va Pokistondagi qarindoshlarımızga, Kashmirdagi qarindoshlarga ma'vatdiq. Shu yerda 200 ga yaqin oila Uyg'ur bor ekan, o'zini Uyg'ur deb yashaydiganlar. Ularga avatgan bo'ldik. Ondan keyin Turkiyadagi shu keyingi vaqtlarda Misrdan kelgan Misrdagi tutqundan qutulib kelgan qarindoshlarımızga va undan boshqa shu yerda o'qiyotgan o'zining oilasining iqtisodiy sharoiti yaxshi bo'lsa-mu, vatan bilan aloqasi bo'lmagandan keyin ularga yetkazib berilmay iqtisod pul. Shuni bilan ularning qiyin ahvolda qolgan bo'lg'achqa endi shu ularga asos qilib biz avatib berdik. Ramazon oyidimi bu yil endi burun bir 15 ming 20 ming atrofida pul yig'iladi euro atrofida. Bularni shu vatanga avatgan. Keyingi vaqtda biz malqi imkon yo'q, qarz bo'lib qolmaylik, yerdimiz tushib qolmasin deb
mush chet eldagi nimalarga avatib beraylik, qarindoshlarimiz qiyinchilik deb qildik. Majilmi Ramazonda 6500 euro atrofida bir yordam puli yig'ilgan bo'ldi, ramazonlik yordam. Bularni biz degandek mushu yuqorida ismi sanab o'tilgan davlatlardagi qiyinchiligi bor qarindoshlarga biz avatib berdik. Rahmat Rahmanji, masalan bu qurbonlikni bir qurbonlikning o'lchami bo'ldi ham demaslik, manchi pul deyilgan. Buni masalan 250 bir qurbonlik dedingiz. Bu nimani o'lcham qilamiz buningda o'lcham qavaqti masalan bir qurbonlikning bahosini masalan bir qurbonlik qo'yninki va yoki qurbonlikning bahosini biz vatanda o'lcham qilgan, vatandagi bahoni. Vatandagi baho 130 euro bilan 150 euro atrofida bir qurbonlik deb shu bahoni o'lcham qilib kelgan endi. Vatanning ichidagi baho bo'yicha. Chunki Sharqi Turkiston Uyg'ur qarindoshlarimiz deb bergandan keyin mayli turklar bo'lsin, mayli Uyg'urlar bo'lsin, shu bahoni o'lcham qilgan vatanning bahosini. Majilman shu bo'yicha yordam qilayotganlarning kallasida shu baho qilib qolgandan keyin bu yilma endi Arg'alda shunday deb aribdi. Arg'andan keyin buni biz chet ellardagilarga avatib beramiz. Chet eldagi qiyinchiligi bor Uyg'ur qarindoshlarimizga desak, bular endi o'zingni tanishayotganda avatsanglar bo'ldi. Muhim shu belgilangan biz bergan sonni to'shqizsanglar, masalan 251 qurbonlik degandan keyin 251 ni sonni to'shqizib qurbonlik qilsanglar bo'ladi degandan keyin biz degandek mavut O'rta Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'istonda azaraq ekan. 100 euroga bir qo'y keldi ekan. Ularnikini mavut Turkiyalarda bulutmu Türkiye'de de qimmatgan, 130 euroga kelmaydi ekan. Qo'y kelmagan ekan, biz buni oyatdan ortiq kelgan pulni boshqa yerga to'liqlab Turkiyaga masalan buni o shaklda sonni biz to'shqizib qildik. Bu vaqtda hatto men endi o'zim diniy ulamo bo'lgan bo'lsammi, buni diniy ulamolar birligidan fatvo so'ray. Yani yeni mayliqi bakroq ishonchli bo'lsin, endi o'zim bilib qilib ketmay deb ulamolar birligidan fatvo so'rdim. Ma'lum shunaqa ahvol. Bu pul vatan bahosida bo'lg'achqa ba'zi yerlarga yetmaydi desam, ortiq kelib qolganlarni yetmagan yerlarga to'liqlab, shu berilgan sonni to'shqizsak, shu shaklda qurbonlik qilsak bo'ldi degan fatvo kelgandan keyin shuning bilan shu shaklda ado qildik. Bu ajoyib odamni ichindiradigan bir strategiya masalan bu bizning Sharq Turkistonningki bu qurbonlikning bahosi bilan Yevropadagi qurbonlikning bahosi asosiyatga o'xshab qoldi. O'xshaydi. Amaliyotda bo'lsa bu Yevropaniki kirimi, o'rtacha kirimi bu bizning Sharq Turkistondagi yerli xalqimizning kirimida eng azından 20-30 yassa. Belki bundan yuqori bo'lishi kerak. Bu yuqori ama qurbonlikning masalan Sharq Turkiston Xitoyning rasmiy statistikalarida 60 million atrofida 60 million tuyoq atrofida çarılmalı var endi. Bu masalan u Tibetninkidan hatta Janubiy Mo'g'ulistonnikidan mi birasi yuqori Sharq Turkistonniki çarılmalı tuyoq sonida endi o kadar ko'p. Ama xuddalik chet elliklarning g'aribliklarninki Uyg'urlarni Sharq Turkistonliklarni oltin tavoq tilamchiga o'xshatgani bekor emas. Bütün Sharq Turkistonning osti butunlay ko'mir, tog'lari ko'mir, ama Uyg'ur deganlarning qalaydigan ko'miri yo'q. Otan təməş, pasaq qalavatqan. Bütün Sharq Turkistonning yayloqlari butunlay qo'y, qalığa to'lgan, ama qurbonlik qilganqa bu yerda qo'y yo'q, qalı yo'q. Bazı aşağıdaki özninki bu yerda yetildirilgan chormallarning bazı Yevropaninki bazı bilan o'xshash. Bu haqiqatan zo'r bir strategiya. Masalan, bütün Xitoyda ishlab chiqarilgan tabiiy gazning kimi 45% ko'proq Sharq Turkiston ishlab chiqarildi. Ama Sharq Turkiston xalqining uylarida o'yinchisidigan bir gaz yo'q. Nayt bichara bir vaziyatda haqiqatan bu bir strategiya. Mana bu mustamlikachilikning tipik bir o'rnigi. Mustamlikachilik degan shu yerli xalqni boylarni talon-taroj qilish, sumirish, osmonasiya qilib yo'qotish. Mana hozir buni ko'ryapmiz. Demak, şu özümüzdeki milli mustaqilligimizni asli keltirguncha bizga rahat bir hayit bayram yo'q.
rahat bir hayat yok. Her bir günümüz xuddi cehennemnin günü ve değişik halkımızınki. Allah panayı sağ olsun deyimiz. Elbette. Hakikaten. Xitoy hokimiyati endi bu hech qanday bir mustamlikachiga o'xshamaydigan bir vahshiy, rezil bir hokimiyat endi bu. Chunki boshqa mustamlikachi davlatlarning mustamlika qilgan davlatlarga olib borgan siyosatlarini ko'rdik. Bular mustamlika qilgan yerlarni hamma narsa mening davommaydi ekan. Yerlik ishlarni, o'zining yerlik urf-odatlarini, yerlik o'zining iqtisodini, yerlik nimalarni ishlarni o'zi qila oladi ekan, shuning ixtiyorini beribdi ekan. Bu Xitoy degan butun narsalarimizga aralashib oldi. Masalan, mayli iqtisod bo'lsin, siyosiy bo'lsin, ijtimoiy, diniy, urf-odat hammaga aralashib oldi. Masalan, bu rezillikka shundan kelib chiqadi, ko'rinib turadi endi bu Xitoyning. Shunga endi Uyg'ur xalqi albatta mustaqil bo'lmaguncha bu Xitoy mayli siyosati boshqacha o'zgarsin, demokratiya bo'lsin yoki bir boshqa bir sistem kelsin, o hech qachon bu Xitoydan bizga yaxshilik kelgan emas va bundan keyin kelmaydi. Bizga shu mustaqillikdan boshqasi bizga yaramaydi va undan boshqasini biz istamaymiz biz. Hakikaten elbette insanın ait qattiq g'azablantiradigan bir ish. Mana hozir o'sha Qurbaqaytda 3 milyon belki bundan ko'p bo'lishi kerak. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz, Uyg'urlarning asos qilgan yerlik qarindoshlarimiz Xitoyninki jazo lagerlarida, nasid kamplarida bu yerda mübarek Qurban hayitini aşağıda lagerlarda azap okubat içinde kan yığılıb ötküzüşük sebepçi oldu. Aziz qarindoshlar, biz muşundaq hayit bayramlar kelgan xosiyatli kunlar qadam bosqinimizda herkes vatan ichida azap okubat chekayotgan, xorlanayotgan, xo'rlanayotgan qarindoshlarni unutib qolmaylik va jazo lagerlarida bu yerda azap okubat chekayotgan millionlagan qarindoshlarimizni bu Afgan herkes nazarini sabit qilib o'tmayli. Aziz qarindoshlar, yana bir ta'kidlab qo'ymoqchiman. Bu jazo lagerida yetayotgan 3 million Uyg'ur hurlik izlab, erkinlik izlab va Xitoyninki jazo lagerlarini taqishiga talab qilib va xalqaro jamoatchilikninki Xitoy bu jihatda qattiq besim ishlatishini qo'l keltirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyininki chaqirig'i bilan 11-oyninki 6-kuni ertegen saat 9'dan düştüğün saat 2'gece Cenevre'deki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki oldu da bu Uygurlar erkinlik diyen şu orası da namayiş, keng kölemlik namayiş yapılmakçı ve Avrupa'da yaşayan bütün qarindoshlarımızın bu namayişe aktif iştirak qilishini umid qilamiz va chaqiramiz. Agar chanti imkoniyati, sharoit yor bersa, Yevropa sirtidagi başka ellerdeki qarindoshlarimiz agar imkoniyat, sharoit yor bersa, kelib Yevropadagi qarindoshlarimizniki bu namoyishga o'rtoq bo'lib bersa, bu biz uchun nihoyat bir zo'r madad va nihoyat zo'r bir sharaf. Hurmatli Turg'unajim, bu bergan atrofli ma'lumotingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Aziz qarindoshlar, bugungi programmamizni shuni bilan oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qadamda programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh.